BYD Song L avtomobili 2024-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinaning kraskalari top-toza ekan, batareya yo'mkislari ham 100% turgan ekan. Yaqinda tekshirtirib qo'yibdilar o'zlari uchun. Balonlarni ham yangi taqib qo'yibdilar. Labovoyini mana shu tepachasida xalaqit qilmagan joyida mana shu ikki qari chiqmaydi yo chiqadi uzog'i bilan treshinacha bor ekan, to'xtatib qo'yilgan ekan. Xo'p, tonirovkalar bor, NFC 360, 5 ключевойlar, slipoy zonalar hammasi bor. Bu 3-pozitsiya adashmasam, to'g'ri bo'lmasa agar. Hop, ikki qavat oynalari ham, salon holatlari tinib turibdi, ko'rishingiz mumkin. Ko'jalari ham tinib turibdi, nakitkalar taqilgan. Panoramali. Hop, hamma narsa ishlayotgan, hech qanaqa kamchiligi yo'q ekan. 46 ming ровно bo'libdi probegi. Hech qanaqa ish yo'q, idealda otdilar. 2024 46 ming yurgan, toza, batareya yo'mkislari ham 100% turgan mashina. Hop, hamma yo'g'ini bemalol ko'rib tekshirib olasizlar. Bu mashinani olib maza qilib haydashingiz uchun 26900 ga beraveramiz, ulgurib qolinglar, bosib yuboringlar.